Kechirimimizni so'rang, lekin hech qachon siz oldingizda qolishlari uchun yalinib yolvormang. Nima kerak bo'lsa sizga Allohdan so'rang. Siz uchun o'sha insonda xayr bo'lsa, sizning hayotingizda qoladi. O'sha insonda siz uchun ikki dunyoingiz uchun xayr yo'qmi? Alloh hayotingizdan chiqarib yuboradi. Bir sabab yaratib. Siz o'ylaysiz, ayb mendan o'tdi, yo undan o'tdi, yo boshqasidan o'tdi, kimdandir o'tdi, mingta aybdor izlab yotasiz. Alloh sizdan o'sha bir yomonligi borki, siz uchun bir xayri yo'qki, o'sha odamni hayotingizdan chiqarib yuboradi. Shuning uchun Alloh ishlariga isyon qilishi keragi yo'q. Bandaga bog'lashish keragi yo'q. O'z holiga qo'ying. Ko'ngli ko'tarsa yashasin, ko'tarmasa yashamasin. Kulib turgan odamni hech kim hech qachon tashlab ketishga ko'zi qiymaydi. Ayriliq payti ham fojia emas. Kulib turing. Qo'yib yuboring osongina. Sizni qadringizni his qilmasdan ayriliq yo'lini tanlagan odamni sizga keragi yo'q. Demak, siz uchun shu xayrlisi. Va hech qachon o'ylamangki, men yalinib yolborsam qalbi yumshaydi deb. Hech qachon yalingan ayolga nisbatan erkakning qalbi yumshamaydi. Mazluma rejimdagi ayol hech kimga yoqmaydi. Kulib turgan, xotirjam, kuchli ayollar yoqadi. Tumshug'i osilgan, tumshug'i kulmaydigan, doim xafa, doim ezilgan ko'rinishdagi ayollar hammani bezdiradi. Qadar Allohdan. Qadarimizda nima yozilgan bo'lsa shuni ko'ramiz.